Kamol opa hali yosh bolasiz, lekin katta brendlar reklama qilasiz. To'g'rimi Xadija? To'ppa-to'g'ri Kamol opa, mana bizda manaman degan yulduzlar ham kiyinishadi. Masalan, mana bittasi o'zingiz. Blogerlar, yulduzlar kiyinishadi. Mana bugun bizga Qizlarjonlar Tamido brendidan yangiliklarimiz keldi. Bular korobka dokumentlik hammasi. Oppog'ini qaranglar qizlar. Mana Kamol opa, bugun qaysi rangidan oldingiz o'zingiz? Shu rangidan. Kamol opa o'zlari ham oyoqlariga kiyib olganlar. Bugun keldi o'zi, shu bugun kelib olib ketyaptilar mana. Qizlar mana bunaqalardan bor Tamidon. Kabloglar 4-5 sm, stelkalari yumshoq. Tamido brend korobka dokument hammasi. Bardovisini qaranglar qizlar. Qanaqa shikarli. Oyoqda zo'r turadi lekin. Hozir Kamol opa xo'roz qantini yeb, mam qizildan ham olib ketadi. Ishoninglar. Qizlar bitta narsani aytmoqchiman. Bu hozir syomkamiz uyushtirilgan emas, jaddarchasi ketyapti. Kelasiz, komfortli joy. Katta magazin, vibur juda ko'p. Hamma narsa xohlasangiz klassika, xohlasangiz Eurostil, xohlasangiz kichkina, katta, malyutka, bolshimerka, malamerka, hamma narsani topsanglar bo'ladi. Maza qilib kiyib, obuvlarni chotki tanlab beradi. Eng glavnisi o'sha brend, o'sha xo'roz qantimi? Mana bu brend firma, mana. Tamido firmasini brend oyoq kiyimlarini olasizlar. Arzonchi narsa emas. Mana bunaqa pasportlari bilan, dokumentlari bilan, chiroyli narsa mana. Tug'ilib o'sganligi haqida guvohnomalari, xullas hamma narsasi bor. Kelasiz, arzonga maza qilib, yaxshi oyoq kiyim olib ketasiz. Bu ham faqat Doktor Parining nomidan kelganligi. Qizlarjonlar do'konimizda avizatsiyani kelib qolamiz. Do'konimiz har doimgidek manzilimizga yetib o'tib, xo'roz qantini yeb turaman. Do'konimiz Bekbaraka 13-qator, 2-blok 812-do'konda. Kelaveringlar, har doimgidek xizmatinglarda o'zim bo'laman. Sizlarni yaxshi ko'raman, xo'roz qant yeyishga taklif qilaman.